أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Ekstremizm va terrorizmga qarshi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun tariqatda g'ayba va huzur degan istilohlar bor. O'shalarni sharhi bilan mashg'ul bo'lamiz. Iymonni kishiga singish va shakllanish darajasi mavjud. Chunki iymon odamlarga, insonni vujudiga singishi va har bir insonda o'sha iymon shakllanish darajasi bor. Mana shu darajalardan g'ayba va huzur darajasi ham bor. Chunki biz bilishimiz kerakki, iymon bizda qanday shakllanyapti. G'ayba va huzur degan istiloh bor. Bu ikkita istilohni bugun hozir sharh qilamiz. Huzurdan murod, masalan, g'ayba va huzur. Huzurdan murod bor bo'lish, hozir bo'lish, o'zida bo'lish ma'nolarida qo'llaniladi. G'ayba esa g'oyib bo'lish, yo'qolish ma'nolarini beradi. Shu hol Ibrohim alayhissalomda bo'lgan. Masalan, Qur'oni Karimda u kishi haqida aytadiki, Falastinga ketayotgan vaqtda shunday deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qala inni zahibun ila robbi sayahdin. Ibrohim dedi: ey Muhammad, men Robbimga ketuvchiman. Men Robbimga boruvchiman. Ba'zi ulamolar u zotni Falastinga ketishlarini aytganlar deb tafsir qilsalar, ba'zilar men Robbimga ketuvchiman deyishdan murod o'zimni nafsimni tark qilib Robbimga safar qilaman. Nafsimni tark qilib Robbimni aytganiga qarab yuraman. Nafsim xohlamasa ham Robbim xohlagan tarafga yuraman. Aksar holatlarda iymon shuni talab qiladi. Nafs xohlamagan narsaga, Robbisi xohlagan tarafga yurishga to'g'ri keladi. Shunda iymon yashalayotgan bo'ladi. Iymonni biz yashashimiz ham kerak, yashab berishimiz kerak. Shunda biz imtihondan, dunyo imtihonidan o'tib Robbimizni rizolik darajasiga qavuşamiz. Beriladigan narsaga qarab imtihon ham shu daraja qattiq bo'laveradi. Beriladigan narsa nima u? Xudoning rizoligi, jannat. Va u juda katta daraja, shuning uchun juda katta mulk. Shunday ekan, imtihoni ham shunga qarab bo'ladi. Va oddiygina yumaloq yostiq qilib yotib turishlarni o'zi bilan yoki bir og'iz gapni aytib qo'yish bilan jannatga kirib ketaverish bo'lsa, juda yengil bo'lib qoladi bu, arzon bo'lib qoladi. Iymonni yashash ba'zan nafs istagan juda ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Dunyoda tanlovlar qo'yilgan oldimizga. Yo unisini deysiz, yo bunisini deysiz, bo'ldi, boshqaga yo'l yo'q edi. Yo Robbingizni deysiz, yo o'zingizni, nafsingizni deysiz. Shunda ana shu tanlovlardan kechib o'tolgan, yorib o'tolgan mardlar uchun jannat beriladi. Osonlik bilan qo'lga kiritiladigan narsa emas. Bu qalb va ruh bilan bo'ladigan safar. Ulamolar aytdilarki, bu safarni aytadilarki, men Robbimga ketuvchiman deyishdan Ibrohim alayhissalom maqsadi o'sha qalb va ruh bilan bo'ladigan safar bu. Bu oyat tafsiri shu: Inni vajjahtu vajhi, men zotim va vujudim bilan Allohga yo'naldim degan ma'no bor bu oyatda deydilar ulamolar. Men butun vujudim bilan yo'naldim. Alloh ushbu tavajjuhni asli insonni tabiatiga solib qo'ygan. Al-Misoh kuni Alloh taolo alastu bi robbikum, ya'ni men sizlarning Robbilaring emasmanmi deganda ruhlar bala deganlar, ya'ni haqiqatdan san, bizni Robbimizsan degan. Alloh g'amidan boshqa hech qanday g'am yo'q edi o'shanda ruhlarda. Ruhlar bir marta yaratilganda, butunlay hammasi yaratilganda Alloh taolo ularga iymonni kiritgan. Ya'niki o'zini tanitgan. Shu ilhomni bergan. Ruhlarning tabiatida Xudoni tanish ilmi yaralgandan buyog'iga bor. Shunda Alloh taolo mana shu men sizlarning Robbilaring emasmanmi degani, men sizlarning Robbilaringman. Shunday emasmi degan ma'no bor. Chunki so'rashdan murod tanitish va
o'zini esiga solib qo'yish shuni. O'rtada chalg'ituvchi ne'matlar ham yo'q edi o'shanda. Mana bizda hozir Xudodan chalg'itadigan, to'g'ri Xudo taologa iymonimiz bor, harakatimiz bor, lekin bizni o'shani yo'lidan chalg'itib turadigan ne'matlar bor, nafs bor. O'shanga qarab yurish bilan biz undan doim chalg'ib turamiz. Endi dunyoga kelib o'rtaga ne'mat kirdi. Qalblar burilib qoldi endi. Avvalgi holatlar o'zgardi. E'tibor va tavajjuh uzildi. Xudoga bo'lgan tavajjuh sidqi dildan edi, birdaniga boshqa narsalarga burilish bilan, chalg'itishlar bilan yo'llar to'sildi. Din bizda ana shu va'damizga vafo qilishga o'rgatadigan narsa. Iymon o'sha va'damizni ustidan chiqishga yashab beriladigan narsa u. Yo'qotgan javharimizni topib oladigan narsa bu. Ya'ni aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim va aqim vajhaka lid-dini hanifan. Qur'onda Alloh taolo aytadi. Yuzingni, vujudingni, butun vujud, yuzingni deyishdan maqsad butun vujudingni dinga to'g'rila. Men yuborgan yo'lga to'g'rilaginki, najotni topasan, dunyoda ham salomat bo'lasan, oxiratda ham. Hanifan deyapti oxirida. Dinni hanifan deyapti. Hanifan degani hamma narsadan burilib Allohga yuzlan degani mana shu. Hanifan degani hamma narsadan voz kechib manga qilgan. Ko'pincha Ibrohim ham Hanifa deb kelinadi. Mana shu Ibrohim millatini vazifasi qalbni hamma narsadan bo'shatib, Alloh taoloning o'ziga yuzlanish Ibrohim alayhissalomni millatini vazifasi demakdir. Hanif deb kelishi. Hanif burilgan, qiyshaygan degan ma'noni bildiradi aslida. Qandoq qiyshaysh? Hamma narsadan o'g'rilib Alloh taologa qayrilish degan ma'noni bildiradi. Ibrohim Hanifan deb kelamizmi? Ibrohim alayhisalomning millatimi biz? Mana shu hamma narsadan burilish, Alloh taologa qayrilish. Yuqoridagi oyatda Alloh dinda yalg'iz Allohga yuzlan demoqchi. Yolg'iz o'ziga yo'llan. Ya'ni dinini to'la Allohga yuzlantir. Ya'ni uni dinida to'liq Allohga yuzlan. Ibodating, sig'inishing, vujuding, borlig'ing hammasi Allohga yuzlansin demoqchi. A'udhu billahi minash shaytonir-rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Fitratallohillati fataran-nasa alayha deydi boshqa bir oyatda. Mana shu Allohning fitrati. U shunday fitratki, Alloh asli insonlarni mana shu tabiatda yaratdi demoqchi. Aslida yaratuvchiga talpinib, o'shanga bog'lanib yaratilgansan. Bir hadisi muborakda Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar. Alloh insonlarni fitratda yaratdi. So'ng shayton ularni o'sha fitratlaridan ozdirdi. Qo'ylaringni belgi solib qulog'idan, shoxidan kesib, belgi solib qo'yasizlar masalan. Aslida tug'ilganda o'sha bo'lmaydi o'sha belgi. Yo'q, u soppa-sog', salomat bo'ladi. Xuddi shunday sog'lom qo'yni kesib, bichib qo'yganlaringdek, shayton ham insonni kesib bichadi. O'z tarbiyasiga chalg'itadi, ya'ni o'z yo'liga tortadi. Oshiqlardan bo'lgan Alisher Navoiy shunday aytadilar. Qo'y ey soqi mayki subhi alast, aning nash'asidin ko'ngil erdi mast. Qarang. Qo'y ey soqi. Soqiyda bizga ma'lumki, biz bu soqiy istilohi shundayki, sharobxonalarda aylanib sarxush bo'lib o'tirgan alkashlarga managa vinoni quyib uzatib yuradigan odamga aytadi. Nima? O'sha quyishdan nima sabab? O'shani sarxushligini yana ham oshirish, to'g'rimi? Yana ham kayf berish. Shuning uchun aytibdilarki, Alisher Navoiy ey soqiy deyishdan maqsad bizga o'xshagan quyib beruvchi. Ya'ni Alloh taoloni shariatidagi o'sha insonni tabiatiga tushganda rohat beradigan narsalar. Mana shu yerda hozir eshityapsiz, rohat qilayotganlar bo'lsa, siz ichyapsiz, men qo'yib beraman. Men soqiy eshitdi. Ishda yoqayotgan bo'lsa, gap, shariat, Xudoning yo'li, shariatidan gapirish sizga ma'qul kelib, yoqib, mazza qilayotgan bo'lsangiz, jildirayotgan bo'lsangiz, va'za chalg'iyotgan bo'lsangiz, dunyo tashvishlaridan qarang. O'zi kakilikka nimaga boradi ovchilar? Chalg'ish uchun, dunyoni unutish uchun. Bo'lsa bir havuch pat. Hech qancha foyda yo'q. O'sha qilgan rasxodiga qoplamaydi ham ba'zan.
Solgan benzinini puliga kaklik beradi. Lekin borib o'sha yerda mazza qilib, chalg'ish uchun boradi. Rohatlanadi. Nima uchun? O'sha dunyo tashvishlarini unutib yuborish uchun. Bu yerda siz nima qilyapsiz? Dunyo tashvishi unutilyaptimi? Xudo bilan bo'lganda, oxirat eslanganda, shunga borish yo'llari aytilganda oshiqlarda nima qo'zg'aydi? Huzur, unutish, rohat. Ana shu rohat may. Xudo taoloni yo'lidan gapirishlik bu may. Inson tabiatiga, qulog'iga kirganda, vujudiga yetib borganda barcha narsani unutib, rohatlanadi, mazza qiladi, huzur tuyadi. Mana shuni may deyapti. Qo'yib beruvchinichi, mana shuni qo'zg'ovchinichi, aytib beruvchinichi. Soqiy, mayda quyuvchisiga nisbat berib o'xshatish bo'lyapti. Shuning uchun Alisher Navoiy aytadiki, bizga aytayaptiki, qo'yay soqiy, gapiray degan. Gapir. Qo'y deganda shu gapir degan ma'no. Mayki, shunday mayniki subhi alast. Subhi tong alastu birobbikum. Alast degani, mast alast degani asli shu men sizlarning Robbilaringiz emasmanmi degan so'zdan olingan. Shu vaqtda hech narsa bo'lmay Alloh taoloning o'zini bilan bo'lib qolishda ruhlarda kayf bo'lgan, rohat bo'lgan, huzur qilgan ular. Qarang, bu dunyoda ham namozda agar ibodatda agar hamma narsani unutib berilsangiz, nimaga odamlar hajdan mazza qilib rohatlandi, sog'inadi? Chunki yerda hamma narsani unutadi, Xudo bilan bo'ladi-da, bir muncha. O'sha yerda ham bo'ladi dunyo-yu, baribir shayton kelib bir shay qilib o'sha boyagi nimani sharobni kayfini buzib turadi-yu. Lekin kimdir o'sha joyda bitta uyidagidan ko'ra hamma narsa unutiladi, chunki chiqib ishlay desa nimasi yo'q, havlisi uzoqda, qo'yib mollari uzoqda qolgan. Yerda faqat bitta narsa bor, shu ibodat. Shuning uchun o'sha yerda lazzatlanadi, kamlar rohatini oladi, shuni keyin eslaveradi-da. Keyin yoqib o'sha joyga borgisi kelaveradi, rohat. Uni shu yerda qilsangiz ham bo'ladi. Uyingizda to'rida o'tirib, Xudo taologa butunlay voz kechib, hamma narsani unutib kirsangiz ibodatga, mastlik keladi. O'sha ibodat mastligi. Ibodatda Alloh taolo bilan bo'lib qolishda rohat bor. Biz shu qalbimizni ibodatga bura olmaganimiz uchun, Xudo bilan qila olmaganligimiz uchun, doim yana dunyo tashvishi turgani uchun biz mazza qila olmaymiz. O'sha lazzat, sharobning lazzati, ya'ni o'sha mayni lazzati kelmaydi. Aning nash'asidin ko'ngil erdi mast. O'sha kunda uni nash'asidan degan, nash'a degani o'zi kayf, rohatidan degani. O'sha alastu bi robbikumdagi Xudo taolo bilan ahd paymon qilgandagi mazza, rohat qalbda boshqa chalg'ituvchi yo'q edi. Xudo taoloning o'zi qalblarda edi, ruhlarda shu mastlik bor edi. Uning ko'ngil erdi mast, qalblar mast edi shunda. Bu degani tavhidga qaytarmani degan. Ey soqiy, shundoq qilib tushuntirginki menga. Meni chalg'itib yurgan bu dunyodan meni ajrat. Tavhid mayiga o'sha avvalgi o'sha kunimga, ya'ni Rabbimga so'z berib rohatlanib turgan kunimga qaytar meni. Bunda deganda o'sha alastu bi robbikum, men sizlarning Robbingiz emasmanmi degandagi javob bergandagi ruhlardagi bala degandagi huzurga qaytar meni demoqchi bo'lyapti. O'sha vaqtda inson uchun Allohdan boshqa narsa bo'lmagan. Yana qalb o'sha kundagi kabi hamma mulohazalarni chiqarib Alloh bilan qolsa, o'sha mast alastlik rohatini tuyadi. Agar ibodatda hamma narsa unutilsa boru, hamma narsani unutib faqat Xudo bilan bog'lanib qolsa qalb, barcha narsa chiqib ketib qolsa, o'sha kundagi huzurni, o'sha kundagi rohatni tuyadi banda. O'sha rohatni, ya'ni may deyapti bular. Shu fitratga yetgan kishi baqoga yetgan bo'ladi. Baqo degan manzila bor. Tariqatda baqo degan istiloh keladi. Bu boqiylash, Xudo bilan boqiy bo'lib qolish. Dunyoga bog'langan odam dunyo o'tkinchi-ku, o'tkinchi narsalarni tashvishida siqintili paydo bo'ladi baribir. Qo'lingizda yaxshi mol mulkingiz bo'lsa ham bir kun kelib ajrashingizni bilganingiz uchun baribir ko'ngil tagida bir g'ash turadi. Qancha mol dunyo ko'parsa, shuncha g'ash bo'ladi, undan shunchalik ayrilish qiyinlashib boraveradi. Chunki dunyo baribir g'ashlik olib keladi, u rohat bermaydi. Avval rohat tuyuladi, lekin bilasizki boqiy emas. Lekin Alloh taolochi, Alloh taolo bilan bo'lish sizga boqiylik eshigini ochgani uchun u bilan bo'lish sizda doim boqiy bir narsani hissiyotni keltiradi. Bu rohat, huzur.
Bunga yetish uchun nima qilish kerak deyilsa, riyozat bilan ko'p zikr qilish kerak dedilar. Ko'p amal qiladi. Zikr deganda Alloh taoloni ko'p eslash kerak. Doimiy Alloh taolo bilan bo'lib qolishga harakat qilaverish kerak. U jamoat ichida bo'lasizmi, ishlar yurasizmi, turmush, ya'ni tirikchilik tashvishi bilan yuribsizmi, qalbingiz Alloh, Alloh, Alloh deyursa huzur tuyaveradi, chiqib ketaveradi boshqa tashvishlar. Alloh taolo bilan qalb mashg'ul bo'lib qolaversa. Shuning uchun ham Bahoddin Naqshbandiy pirimiz tariqat ahlida hamma yotib oladigan bo'ldi, dangasalashib qoldi. Ibodatlarga berilgan sari yotib olib yegisi keldi. Hamma tamagir, birov qissasiga qo'l solsa, umidvor bo'ladigan bo'lib, gadoy bashara bo'lib qoldi. Keyin nima qildilar? Dasbakor, dilbayor degan nimani olib kirdilar, rutbani. Qo'ling mehnatda bo'lsin. Hatto o'zlari birov kelib ehson bersa, birovga berib yuborib olmasdilar. O'sha uylarida yotadigan 30, 40, 50, 60, 70 talaba kelib u kishidan dars olib uylarida yotib mehmon kutardilar. Doim kelib ziyoratchi, doim mehmon bor edi. Har kun bitta to'yga o'sganda qazo osish kerak. Ana endi birovlarning pulini olmasdi shunga ham. O'zlari chiqib mosh ekardilar. Yana boshqa ekinlar qiladi. Yerlari bor edi, mehnat qiladilar. Muridlar borib kelgan mehmonlar ham bir chiqib o'tashib yoraylik, bir kun qarashib yorib, sidqi dilda hamma. Mehnat qilib o'sha kelgan mehmonni boqardilar. Hozirda ba'zi bir shayxlar bor, kelganlarni ehson qilib ketadi, shular pulni olib qozonga tashlab, o'zini yog'ini o'ziga qavurib jo'nataveradi. Bu ham mayli, bu ham to'g'ri. Lekin Bahoddin Naqshbandiy pirimiz shunday yo'l tutdilarki, qo'llari qavarib mehnat bilan qavargan edi. Pirni u ahvolda ko'rgan odam murid keyin yotib olishga yo'lardi. Ya bu mehnat qilish kerak ekan. Bu yotib yeyish, birovga bo'likni solish yaxshi ish emas ekan bu. Bu boqimanda bo'lib olish yaxshi emas ekan deb mehnat qilib, lekin o'sha mehnat vaqtida ham zikr bilan edi ular. Kechasi bilan moshda tush ko'rib chiqmasdi ular. Chunki ularda orzu havasi yo'q edi mosh. Moshdan maqsad kelgan mehmonni qamti o'g'azib qo'yishdi. Unda qizig'i yo'q edi uni. Ha bizdachi shu mosh bo'lsa, yaxshi moshni olsam, orzu havas u. Shuning uchun kechasi bilan moshga suv qo'yib chiqamiz, tushda ham, o'ngda ham suv qo'yasan, tushda ham suv qo'yasan. Mayda bo'lib ketganini ko'raverasan. Shu hayol Xudodan chalg'ib moshga ketgan o'sha. Mehnat qilsak, dunyoga berilsak, dunyoga berilib ketib qolamiz. Ibodatlar qolib ketadi. Zikr qilib, Xudoni eslash qolib ketadi. Biz bo'lmayotganimiz mana shu yerda. Shuning uchun tarbiya buni tushuntirish bilan, bunga chalg'itmasdan tavhidni yashashga tortish. Ana shu haqiqiy. Demak, bunga yetish uchun nima dedik? Riyozat deganda zikr uchun ham riyozat degani tashvishi, mehnatini tortish. Shunga bir mehnat bo'ldi-da deb qo'yadi. Shu riyozatda aytibdi. Sabr qilish ham riyozat. Shuning uchun Alloh taolo o'z kalomida shunday marhamat qiladi. Ogoh bo'ling, bilib qo'ying. Allohning zikri qalblarga taskin beradi. Allohning zikri bilan qalblar taskin topadi. Bo'ldi, Alloh taolo shunday debdi. Qalb nimadan taskin topadi o'zi? Qalblarni taskin topishi mol dunyodan taskin topishga harakat qilib yashadik shuncha vaqt. Pul topsak taskin topamiz deb o'yladik, lekin taskin topmaydi. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha qalbda yana tashvish paydo bo'ladi uni. Taskin mol dunyodan, bu dunyo narsasidan topmaydi haqiqiy ma'nodagi taskin. U nima deyakan? Xudo taolo ochiq aytdi. Bi zikrillah, Xudoni zikrini eslashi, Xudoga qalbni bag'ishlashing bilan taskin topadi. Qo'lingda boriga shukr qiladigan, yashaydigan xotirjamlikka yetkazadi. Taskin topadilardan murod qalblar to'la taslim bo'ladi demak, bittagi. To'la taslim bo'ladi. Nafsul mutmainna zikr bilan hosil bo'ladi. To'liq ya'ni nafs, mutmain degani qoyim nafs. Kimki shu holda bo'lsa, Alloh taoloning Rabbisiligiga rozi bo'lgan bo'ladi. Alloh taoloning Rabbisiga va tuzgan yo'llariga, bizga bichib to'qigan mana bu yo'nalishiga, shariatiga rozi bo'ladi. Muhammad alayhissalatu vasallamni payg'ambarliklariga rizo bo'ladi. Va dinni islom bo'lganligiga rozi bo'ladi bunday odam. Mana shu yo'lga nimaga endi buni harom qilgan endi
Ya nimaga endi bunga buyurgan degan e'tiroz bo'lmaydi unda. Sidq dildan hammasini bosh ustiga, chin dildan bo'ladi. Mana shu maqomga yetmaguncha iymon yashalmayapti. Bu zo'rma zo'raki bilan bo'layotgan narsa, o'lganda kundan bo'layotgan amal asqotmaydi, insonni yani qutqarmaydi. Biz mana shu darajadagi iymonni yashashga harakat qilishimiz kerak. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man qala raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin rasulan vajabat lahul jannah." Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim Allohning robbiligiga rozi bo'ldim va islomni dinligiga rozi bo'ldim va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasulliklariga rozi bo'ldim desa, unga jannat vojib bo'ladi dedilar. Ya'ni Alloh Rabbim bo'lganligiga rozi bo'ldim, boshqaruvchim bo'lganiga rozi bo'ldim degani bu to'la taslimiyatni izhor qiladi. Men to'la taslim Rabbimga degani. Taslim bo'lish insonga huzur olib keladi. Ubudiyat hosil bo'lganda kishi Allohni Rob, ya'ni tarbiyachim deb rozi bo'lgan bo'ladi. Ubudiyat degani qalbda ibodat. Qalbni Alloh taoloning hamma buyruqlariga to'la taslim bo'lib, rizolashib, huzur bilan qabul qilishligi. Ubudiyat hosil bo'lmasa, dam rozi bo'ladi, dam rozi bo'lmay yashaveradi odam. Qalbida to'liq Rabbisiga ubudiyati hosil bo'lmasa, o'sha al-Misoqdagi alasta bi robbikumga taslimiyat hozirda paydo qilinmasa, ilm bilan avval dunyo bilan chalg'itib, keyin imtihon qilyapti-da Alloh taolo. O'rtaga ne'matlar tiqib, bala chaqa degan tashvish, pul, mol, dunyo, oltin, kumushni yaratib, keyin uningga muhabbatini qazontirib qo'yib, bandaga yoqatgan qilib qo'yib, endi chaqirdi-da o'ziga. Sinov mahshundan keyin bo'ladi. Mana shularni yengib o'ta olasanmi yo'qmi degan sinov bor. U hech nimasi yo'q odamga chalg'itish ishtimadi yo'q, ketaveradi to'ppadan. Terat necha deydi, tamom. Tashlab beraveradi. Lekin uni yo'qotadigan narsasi qancha ko'p bo'lsa, oxiratga Xudoga qavishishga bo'lgan nimasi uzoqlashib boraveradi inson. Demak, ubudiyat qancha darajada bo'lishiga qarab, shu rozilik ham shu darajada bo'ladi. Masalan, bir safar, masalan, Alloh taoloning hukmidan biron narsa sizga yoqib ketgani uchun rizolashib qo'yaverasiz. Ya'ni bir safar keladiki, rozi ham bo'lmay qo'yasiz, yoqmaydi o'shani buyrug'i. Kamitim qalbda rozi, norizolik bo'ladi. Ana shu bir rozi bo'lib, bir rozi bo'lmaslik. Mana shu. U payg'ambarimiz jannat vojib bo'ladilar qachon deyapti? Robbiligiga to'liq rizo bo'lsa, bir rizo bo'lib, bir rozi bo'lmasa emas. Shu o'rinda to'ldirib shunday deydilar: Allohni Robbim deb rozi bo'ldim, bilganimni qilaman emas, islomni dinim, amal yo'lim deb bildim. Birorta hukmiga qarshi emasman. Ichidan terib olib, yoqqanni qilib, qolganini ko'z yumib yuraman emas. Shunda jannat vojib bo'ladi. Hammasini bir chekkadan qabul qilinsagina. Hazrati Alini qadarga qanchalik sadoqat ko'rsatganlarini tarix sahifalarida ko'rishimiz mumkin. U zot bir kuni tan soqchilariga javob berib yubordilar. Bir jang bo'lishi kerak. Palatkada o'tiribdi ular, soqchilar turibdi, qarovullar turibdi. Boshda chiqardilar, sizlar ketaveringlar dedilar. Imom Hasan va Imom Husaynlar, ya'ni ular o'g'illari, xalifa sifatida farmon bilan javob berdilar. Ularga ham. U kishilar ham shu yerda turuvdi, o'g'illari ham. Otamizni qo'riqlab turamiz. Ketinglar dedilar. Farmon, men xalifa sifatida sizlarga farmon beraman, ketinglar. Chunki u zot shu kuni shahid bo'lishlarini sezgan edilar. Taqdirga rizolikni qarang. Bular baribir meni shahid qiladi, mana bular zarar ko'rmasin. Meni shahid bo'lishimda bular zarar ko'rmasin, soqchilarga tan jarohati yetmasin. Shu narsani sezganlari uchun rizolashish taqdirga ket dedilar. Naroq ketinglar dedilar. Aytmadilar, meni shahid qiladi, ketinglar. Mana bu taqdirga bo'lgan rizolikni juda ham o'ta balandligidan. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq, Ali va Usmon radhiyallohu anhumolar Uhud tog'i ustida turgandilar. Tog' titrashni boshladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, tinchlan, ustingda Nabiy, Siddiq hamda 2 shahid turibdi dedilar. Bularga eshittirdilar-da buni. Bu mo'jiza bo'ldi.
tinchlan ustingda Nabiy Siddiq, Abu Bakr Siddiq aytdilar. Ikkita shahid turibdi dedilar. Kim turuvdi? Hazrat Ali, Hazrat Usmon turuvdi. Ikkita shahid turibdi dedilar. Shunda tog' tinchlandi. Ya'ni tebranishdan to'xtadi. Mana shundan burun o'zlarini shahid qilinishlarini bilgan Hazrat Ali shu kuni ro'zador edilar. Tushlariga Janobimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kirib nima dedilar? Bugun ikkalamiz birga iftor qilamiz dedilar. Bundan uyg'onib bildilarki, shahidlik kuni keldi. Chunki Rasululloh oldin aytdilar, u shahid dedilar, demak kimdir o'ldirish kerak. Shundan bosh chiqarmadilar, qarovullarga javob berdilar. Ya bu yig'ib kel. Kuchaytirib aytgan qo'riqchini. U chatoq bo'ladi bugun, apasidan bugun og'ir kun men uchun deb taxlab tashlamadilar-da odamni. Qara, rizolikni qarang. Mana iymonni yashash. Shunga rozi bo'lish, Xudoy taoloni belgilagan narsasiga yo'l ochib berishni qarang. Shu kuni barcha qo'riqchilarga javob berib, o'zlari yolg'iz qolishga harakat qildilar. Nima uchun bilasizmi? Qazoyi qadarga taslim bo'lish uchun. Xudoni belgilaganini bilib, ehtirom qilish uchun Xudoni qazosini. Million odamni yiqsalar, Alloh taolo shu kuni kuchi yetar edi o'shani barini olib o'tib o'ldirib ketishiga. Buni bilardilar. Qarshilik qilib gunohkor bo'lishdan ko'ra, qadarga rizolashmasdan ketishdan ko'ra, rizolashishni qarang. Mana islom qanday tarbiyalab qo'yadi odamlarni. Qo'riqchilarda haydalishi bu qazoga jon deb rozi bo'lishdan. O'limdan keyin o'lim yo'qligini bilishdan avvalo. Uni bilgan odam Rasulullohga qavushish, do'stlari Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umarga qavushish borligidan. Alloh taologa qavushish bo'lganligini shahodatda, o'limda borligini sidq dildan bilishdan, zarracha shubhasiz iymon keltirishdan bu darajaga yetdilar. Yana meni o'ldirilish asnosimda, ya'ni shahid bo'lish asnomda boshqalar talafot ko'rmasin degan narsa ham bor edi. Shuning uchun ularga javob berdilar. Ular baribir qarshilik qilardi. Xudoy taolo ularni qarshilikka qarshi kuchliroq qildirib kelib, baribir ishini bitirardi. Hazrat Ali Basrada xavorijlar oldida chiqib gapirganlarida xavorijlar orasidan Jahl ibn Ba'ja ismli bir kishi "Ittaqilloha ya Ali fa innaka mayyit" dedi. O'sha vaqtdagi endi chiqqan xavorijlar, hozirgi salafiylarni boshlanishi Hazrat Alining davrlarida boshlanganda, "Ey Ali, buni ma'nosi, Xudodan qo'rq, o'lasan" dedi. Ular noto'g'ri tushunda ba'zi narsalarda Hazrat Ali havosiga ergashib qilyapti degan tushuncha, xato tushunish bor edi xalifaga nisbatan. Shuning uchun Xudodan qo'rq. Bizda ham borda, hozir to'g'ri hukm qilib ketayotganga qarshi nima qilib qo'yadi? O'zini yo'lini to'g'ri deb o'ylab, xato qilyapsan, o'yg'on. O'lim bor, o'limdan qo'rq dedi Hazrat Aliga. Allohga taqvo qil, Xudodan qo'rq dedi. Hazrat Ali bal maqtul dedilar. Balki o'ldirilaman. U o'limdan yo'qman, men o'ldirilaman dedilar. Ortidan bu bitib qo'yilgan dedilar. Bal maqtul, men o'ldirilaman, bu bitib qo'yilgan. Qazo bu, qadarim bu. Qilib bo'lingan ahddir bu. Xudoni ahdi qilib bo'lgan bu ahdni o'zgartira olmayman buni. Hatto mana bu yerda deb boshlarini ko'rsatib, qon oqib tushayotgan tarafini ko'rsatib ham qo'yganlar. Balki mana bu yerga urarlar dedilar. O'limdan qo'rqmayman men. Men o'ldirilaman, mana bu yerga uradilar. Mana bu yerdan qon oqib tushadi deb saqqollarini ko'rsatdilar, qayoqdan qon oqib tushadi. Chunki inson qayoq tarafga yiqilsa, o'sha yoqda urilgan tarafdan qon oqadi. O'tganlarida urilganda odamlar ko'rib turuvdi-yu, o'sha ko'rsatganlarini. Kirib ko'rganlarda ana shu holatda edilar. Ko'rsatganlarda qon saqqolga shu tarafdan oqib tushgandi. Mana shuni ko'rsatib beruvdilar o'sha yerda. Bu yerdagi qazo va qadarga hozirlikni qarang. Tap tayyorligini qarang o'sha yerda. Bu sahobalarni Allohning kavniy hukmiga to'la rozi bo'lib, o'ta xotirjam yashaganlarini belgisi. O'ta xotirjam. O'limga ham hammasiga. Bosh vasvasi ham bo'lmagan. Boshqa bir rivoyatda kim shunday deb bilsa,
iymonni ta'mini totibdi deb qo'shib qo'yganlar. Ana shu qazoy qadarga shunchalik agar rizo deb bilsa, iymonni ta'mini haqiqatda totibdi. Shu o'rinda bir narsani aytish kerakki, qadarga rozi bo'lishda zulmga rozi bo'lishni tushunib olmaslik kerakda. Masalan, kambag'allikka rozi bo'lishi mumkin, ammo pulini birov zulm bilan tortib olsa, "Ya men kambag'allikka rozi bo'laman, mayli olib ketaversin" deb rozi bo'lish yo'q. U bilan kurashish kerak. Shahid bo'ladi o'sha pulini himoya qilsa yoki qo'shnini molini birov o'g'irlab ketayotgan bo'lsa, o'shani kirib himoyada u shahid bo'lsa, pulni saqlab qolgani uchun shahid bo'lmaydi. Haqni himoya qilgani uchun, Xudoni haqqini borib birovga bermaslik uchun himoyaga qilgani uchun, haqqa kurashgani uchun, pulga kurashgani uchun emas. Shahid bo'ladi. Bordi o'shanda bo'lsa. Endi rozi bo'lish kerak ekanda deb anqayib kissasidagini olib birov tortib olsa, og'zida ochib o'tirish, rizo bo'lib chalpak bo'lib olish, shalpayib olish degan ma'no yo'q edi. Kurashasan. Ular jasur bo'ladi bundoq e'tiqoddagi odamlar. Mana haqiqiy nima sahobaning hollari mana shunday. Imom Husayn Karbalo dashtida fitnani bostirish uchun chiqqanlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu yo'ldan musibat yetishidan xavotirdaman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degandilar, Karbaloda sizga bir nima yetishini aytgandilar deydi. Shunday deganda, bo'lmasa u yetmay qolmaydi, yetmay iloji yo'q deb kiyinaveradilar Imom Husayn. Demak, o'sha payg'ambarimiz aytgan masala u yetmay qolmaydi. Shunga chiqmasangiz deb ko'radi-da u kishi. Shunday deb javob berdilar. Yana men chiqmay qo'yaverishim mumkin, taxt talashmoqchi emasman. Lekin kishilar zulmga o'rganib qolishidan qo'rqaman. Noto'g'ri narsani to'g'riligini to'g'ri deb bilishidan, zulmni zulm emas deb bilishidan, adolatsizlikni adolat deb bilishidan qo'rqaman. Shu uchun chiqaman dedilar. Mana Hazrat Alini payg'ambarimiz nevaralarida shunday deb chiqib, haqiqatan o'sha yerda shahid bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz Karbaloda shahid bo'lishiga ishora qilgan ekanlar-da. Uni Ibn Mas'ud bilgan ekan, shuni uchun chiqmasangiz shu yerda shunday deganlar. Bo'lmasa yetmaydi u. Bo'lmasa o'sha bo'lishi aniq u. Agar shunday deyilgan bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimki molini himoyasida jang qilib o'ldirilsa shahid bo'ladi deganlar. O'zini mol dunyosini. O'g'ri kelsa og'zini ochib panada yotavermay. Bu molin mulkiga daraja berish emas, nohaqlik va zulmni bartaraf qilish hisobiga shahodat beriladi. Mol dunyoda ulug' ekanda uni himoya qilsa shahidlik bo'lar ekan degan ma'no emas. Mol topaman deb o'limga tik yurish yaxshi emas. Mol topaman deb. Lekin uni birov tortib olar ekan, uni himoya qilaman deb tik yurish yaxshi. Sababi haq himoyasi bor edi. Xudoni nohaqlikka qarshi yurish bor edi. Maqsad edi boshqa. Masalan, biz shu maqsad tushunmaslikdan shunday e'tiborda bo'lganmiz. Bunda ortga sarilish ojizlik bo'ladi, qo'rqoqlik bo'ladi. Iymondan emas bu. Olayotgan odam nohaq harakat qilayotgani uchun uni qaytarish sizga vojib bo'ladi. Bitta pulni ushlab qolish degan narsa emas, uni tortish kerak. Muhammad ibn Sirin boy kishi bo'lganlar, juda boy bo'lganlar. Minglab dinorlari bo'lgan, Alloh yo'lida ihsonlar qilib yurganlar. Kunlarning birida bir kishi 15 dirham qarz olib qo'ygan ekan, qochib yurgan ekanda. Bir kuni bozorda ko'rib qo'y, bu yoqqa kel, bu yoqqa. Qani 15 dirhamni olib kelaman deb qochib yuribsan. Shunda bozor ahli yigitni ushlab, "Sen olgansan, mana shuni berishing kerak. Shunday ulug' inson senga tuhmat qiladimi? Men olganim yo'q sendan" deb tonib yuboradi-da u kishi. Bozorda yurgan odamlar ushlab, "Shunday odam senga tuhmat qiladi, sen olgansan" deb sudrab olib keladi. Olib kelganda boyagi yigit aytadiki, "Taqsir, shuncha millionersiz. Qancha ihsonlar qilyapsiz? Million pulni beva bechora shunday berib yuborasiz. Shu 15 dirham pul sizga shunchalik narsa yo'q. Men o'zimni o'ylayotganim yo'q, men seni o'ylayapman. Sen shu yukdan qutul deb so'rayapman. Men o'zimni o'ylayotganim yo'q. Men olib uni birovga berib yuboraman, baribir. Bitta seni o'ylayapman dedilar. Bu e'tiborni qarang. Bu so'rashdi o'sha endi shu berarda bir kun endi shuncha odamni oldida obro'm to'kib 15 dirhamni 15 somon so'ragandagida.
Boy bog'a birovga 15 so'm berib qo'yganlar, ko'chada to'xtatib, "Ey, 15 so'mni nima bermaysan?" deganda gap. Lekin ko'prik solyaptilar, hamma yoqqa ehson qilib yo'l solyapti. 15 so'mni so'rasa qanday bo'ladi? O'ziga ham neudobni, lekin birovni o'yladilar, o'zlarini neudobni holatlarini haqida o'ylamadi u kishi. 15 so'm har nimada, uka, olib kel bu yoqqa, nima u, sen meni aldab yuribsan demadilar. Lekin men o'zimda o'ylayotganim seni o'ylayapman. Yolg'onchilik qilib qochib yurishni. Buni topib o'z. Mana bu chiroyli tarbiya mana shu. Ya'ni pul taloshdagi nazariyaga diqqat qilinsa, islom qadari naqadar yuqoriligiga ko'z yaqqol tushadi. Pul talosh, bitta ikkita pul talosh bo'ldi, lekin pul taloshdagi nazariyalarga qaralsa, ya'ni o'sha nima uchun so'radi u kishi? O'sha boyanaga yigitni zimmasida yuk qolmasin uchun. Shu insonni sababidan o'sha banda no'rin ahvolda qolmasi uchun. Demak, qazoyi qadarga rizo bo'lish kerak ekan, o'zini dangasalikka solishi yoki qo'rqoqlikka o'tib olishi, shunga o'rganib qolmaslik kerak. Bu shariatni noto'g'ri tushunish. Qazoyi qadarda endi olib ketaversin molni. Qazoyi qadar taqdirda bo'lsa qoladi, bo'lmasa bu deb bu yog'iga qo'rqoqlikka bahona qilmaslik kerak. O'zining istaklaridan, tushunchalaridan foniy bo'lib, Allohning sifatlari bilan boqiy bo'lgan kishi ana shunday bo'ladi. Xulosa shuki, axloqi muhammadiyya va axloqi qur'oniyya buni o'zlashtirish va haqiqiy ubudiyatni hosil qilish fano va baqo. Dunyodan foniy bo'lib, Xudo bilan boqiylikka o'tish. Shu dunyoni o'zidayoq boqiylikni his qilish, boqiy qiladigan amallarni qilish. Ana shu fano va baqo deb shuni aytadi. Foniy bo'lish o'zidan ketib qolish degani emas, masalan bir narsadan haddan oshib ketish yo'q. Yoki Alloh taolodan boshqani hissi qolmasligi, Xudoning amriga o'tish. Aynan Allohdan boshqani e'tibori qalbida qolmaydi degan ma'no kasb qiladi. Risola-i Shayriyada Zulayho o'ziga yengil tutgan ayollar qo'liga piyoz va pichoq berib, xonaga Yusuf alayhisalomni chaqiradi. Ayollar qo'llarini kesganlarini bilmay qoladilar. Ayollar aytadiki, bitta yosh yigitga shunchalik maftun bo'lib qolasanmi desa, sen olib bilmaysan-da. Qani bu yerga o'tirchi deb qo'liga piyoz berib, artingdan mana shu piyoz tozalangan, Yusuf alayhisalom chaqirsa, undagi maftunkorlik, go'zallikni ko'rib qolgan ayollar ham qo'lini kesadi, qo'lidagi og'riqni bilmaydi. Qo'li kesilayotganini bilmay qoladi. Shu daraja maftun bo'ladi Yusuf alayhisalomga. Bu shu kitobda shuni keltiradi. Buni nimaga keltirdi bu yerda? Qo'llarini kesib qo'yganlarni bilmay qolishlarida g'aybaga misol bo'ladi ana shu. Alloh taologa berilgan odam ana shu darajada boshqa narsani undan unutib o'zidan ketadi. Yoki podshoh huzuriga kirganda uni haybatidan atrofidagi narsalarni ko'rmay e'tiborsiz qolishi. Podshohning huzuriga kirgan odamga vaza bor ekanmi o'sha yerda? Gul bor ekanmi atrofda? Vazalarda gul ko'rdingmi desa, men qaytdan ko'raman uni deydi. Nima hisobiga desa, haybatdi. Kim turgani ham ko'zga ko'rmaydi. Yagona o'y fikr haybatlanib qoladi. Namozda nimaga ko'zingda oldida turgan yo'q narsani ham olib kelib eslaysan? Xudoning huzuriga kirdim deysan. Ya'ni namozda sen aytasanki, men podshoning huzuriga kirib chiqdim deysan. Qani kirganing? Bu podshoning huzuriga kirsa, ko'rinib turgan narsalar ko'rinmay qolish kerak-ku. Sen yo'q narsani ham xayolingga keltirasan. Mana siz holi g'aybaga yetishganingiz yo'q, ibodatda g'ayba bo'lgan yo'q. Ya'ni g'oyib bo'lib, Xudo bilan ayqashib, Xudoni haybatiga o'zingizni yo'qotib qo'yish holatlaringiz mana buni fano bo'lish, dunyodan foniy bo'lish. Ana shu podshoning oldiga kirgan odam foniy bo'ladi hamma narsadan. U ya'ni yo'qoladi. Hamma narsaning e'tibori nazarda ko'rinib tursa ham tanimaydi shu odam. Holi erkaklar aytadi, Tolibboyni olib ketgan deydi armiyaga, bir 2 kun o'tgan biz yugurib yuribmiz. O'shani dokumentlarni to'g'rilab olib kelishimiz kerak. Borganmiz, komandirning orqasidan chiqib ketyapti, mana shunday ketyapti. Ko'zi tushdi, lekin bizni tanimadi. Hey, Tolib deb borib qo'ysa, ha, serayib qolgan deydi. Ha, bu g'aybat deydi mana. Xizmatda haybati shu daraja bosyapti. Nimaga Xudoning haybati bosmaydi seni? Sen holi tushunganing yo'q. Xudoning haybatini his ham qilganing yo'q. Mana bizda g'aflat ichida yashab ibodat qilayotganimizda holi mana shunda.
Shu darajaga yetmamizmi degan holi biz g'o'ra, xom. Bu eshitishdan malollanmang, men bo'lganman, yetib bo'lganman, menimcha ushlab olib bu gapiradi demang, holi yetmaganingiz mana shu yerda. Ha shu tolibni holiga tushasizmi namozda? Atrofingizdagilar ko'rmay qolish darajasida, eshitmay qolish darajasida bo'lasizmi? Ding turasiz, u hamma safni narigi betingizda ishorat saboba qilsa ham ko'rib turasiz bu yerda. Qo'lni qimdab qo'ydi-ku. Qaybdan ko'rding. Holi Majnun sahroda ketayotib, Majnun bitta namozxonda o'ldirsa, "Hop, to'xta" debdi. To'xta, qaytib kelib, "Ha, ta'sir" desa, namozdan chiqib, "Nima o'ldimni kesasan?" Kechirasiz. Laylani ishqida men kim borligini atrofimda ko'rmay qolib, mahnab bo'lib, haybatdan shunday bir yuribman. To'xtang, sizga bitta savol. Men Laylani ishqida shunchalik atrofimdagi narsani ko'rmay turibman-u, siz Rabbingizni huzurida turib, uni ishqi bilan qilayotgan amalda qanday ma'ni ko'rding?